Assalomu alaykum aziz obunachilar. Uylarda Wi-Fi yo'qmi? Bizda Wi-Fi bor akalar. Qaraymiz akalar. Kabellar chiqadi ichidan. Keyin xullas Wi-Fi'miz 3 ta shoxli bo'ladi. Bu 2 ta shoxi, oqi. Mana 3 metrli simli to'lqin ushlaydigan kabeli bo'ladi akalar, 3 metr. Yana ham signal zo'r ushlaydi. Bitta sim karta tushadi. Xullas bemalol uyda televizor, planshet, telefon, xullas kompyuterdan foydalanaverasizlar. Bitta LAN bilan WAN port chiqadi akalar. Keyin unda blok tanasi bor. Shu 350 ming so'm akalar. Dastavka O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Bitta universal xullas. Bu sim karta tanlamaydi. Beeline, Ucell, Uzmobile, Mobius xullas ketaveradi akalar. Xullas bitta solib qo'ysalar, uylarda bemalol yotib divanda kino ko'rasizlarmi, YouTube ko'rasizlarmi, Instagramni suzaverasizlar akalar. 350 ming so'mga baraka qo'ramiz. Dastavka O'zbekiston bilan mutlaqo bepul. Endi hozir shu yerda shunimizdan qaranglar. Zangiota tumani, Toshkentdan Zangiota tumani Ishonguzar nima? Ray centerga ketyapti akalar. Xo'p, akamiz pullarni to'liq tashlab berdilar. Adhamjon aka ekanlar, hozir upagovka qilib, kabellarni ham oldilar. Kabellarni ham qo'shib berdik. Plus 350 ming so'mga baraka bo'ldi. Allohu akbar.